Assalomu alaykum. STM Elektroservis ehtiyot qismlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Kabinalarimiz, pol kabinalarimiz ham bor. Ustaxonamiz ko'rinishi, obrazes hammasi bor. Xudo xolasa poddishka qilasizlar degan umiddamiz. Endi kunlik videolar chiqaramiz har kuni ishga kelganimizdan so'ng. Shu olib boramiz. Uni remont qilish jarayonida hozir motorlari almashdi, ichidagi odmotkalari almashtirib berish xizmati ham bor. Yangi tormozning sistemalarini qo'yib bermoqdamiz. Mana motor, miya hamma narsasini o'zini remont qilamiz. Mana miyalarni ichi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Hammasini o'zini terib yig'ib beramiz. Zapchastlarimiz ham bor, ehtiyot qismlarimiz ham bor. Albatta bemalol bog'lanib kelishlaringiz mumkin do'stlar. Qizil Xayr deydiganlar uchun Eski Mol bozor ko'chasidan chiqqanda o'ng qo'lda Eski Nihol restoraniga yetmasdan bemalol kelishlaringiz mumkin do'stlar. Samarqand viloyat Pazdarg'om tuman Juma shahri.